Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kanalimni kuzatib turgan bo'lsanglar kerak, Freepikdan oxirgi paytlarda, oxirgi 2 hafta, 2-3 haftada rosa ko'p foydalanyapman. Natija ham shunga yarasha yaxshi. Xo'p. Asosan Freepik Space degan qismidan foydalanaman. Aynan shu haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Asosiy qismga o'tishdan oldin agar ekrandagi fon yoqqan bo'lsa, anaqa olovcha bosib qo'yinglar. Xo'p, bunda ketdik. Xo'p. Bu yoqda ko'rishinglar mumkin. Bir boshdan tushuntiraman. Bu yoqda eng sodda rasm generatori bor. Bunda qanaqa ishlaydi? Boshqa Freepikning asosiy qismiga o'xshamagan holda bu yoqda meshkamiz tarafi bilan bitta rasm generator tushiramiz va bu yoqda mana ichki o'zimizga kerakli bo'lgan istalgan promptni yozib ketaveramiz. Mana bu yoqda nastroykachalari bor. O'shani sozlaydigan bo'lsak, bizga kerakli natijani chiqarib beradi. Bu yoqda o'sha Chingizxon qatnashgan, o'sha Chingizxonning portreti qatnashgan tangani generatsiya qilib ko'rsatganman. Endi e'tibor bersanglar, mana bunaqa men ko'proq mana bunaqa qo'l bilan bir-biriga bog'langan generatsiyadan ko'p ishlatganman. Buni ismi Node deydi. Bu nimaga yaxshi desanglar, mana ichida kichkina joyda tekstni yozib edit qilishga qiynalgandan ko'ra bu yoqda ancha osonroq edit qilish. Alohida tartibda yoziladi, tartibliroq ko'rinadi anaqa ham, generatsiya ham. Buni ulab qo'ysak, mana uzib turamiz bittasini. Buni olib kelsak, o'zi tekst chiqadi. Bunga qo'shib qo'ysak, bu yoqqa yozish shart emas, faqat generatsiyani bossak o'zi bizga generatsiya qilib beradi. Xo'p. Undan keyin oxirgi marta ko'p shug'ullanib ko'rgan yana bitta anaqadan bu uzun marketga dizayn qiladiganlarga ham juda ham qo'l keladi. Masalan, klient bo'lishi mumkin. Klientdan bo'lgan bo'lsa, buni bemalol maza qilib, dizaynersiz ham bajarib tashlasa bo'ladi. Bu qanaqa ishlaydi? Bu xuddi prompt yozilishi birinchi ko'rsatganimga o'xshaydi, faqat orqa fon bilan mahsulot rasmi alohida bunga biriktiriladi. Buni oddiygina kompyuterdagi fayldan olib tashlab qo'ysa bo'ldi mana shu spacega. Xo'p. Bu yerda men foydalanadigan yana bitta usul bor. Qanaqa? Masalan, tepasini 2 marta bossanglar, nom turgan joyini o'shani qanaqadir ID kod bilan kodlab qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi safar almashtirganingizda ham bu adashib ketmaydi. Hozir buni yana keyingi misollarda ko'rsataman. Masalan, product 01 yoki set 01 shunaqa. Generatsiyani bossanglar, sizlarga birinchidagi o'sha muhitdagi mahsulotni olib tashlaydi, o'rniga sizlar joylagan mahsulotni qo'yib beradi. Xo'p, undan keyingi usulda biz tekstlar bilan ishlaymiz. Bu yerda ko'rganmiz. Bu yerda faqat ikkita tekst qo'shilgan. Nimaga? Ba'zida sun'iy intellekt generatsiya qilganda, xo'p, adashib ketadi, qaysiligini bilmay qoladi. O'shaning uchun o'sha ko'rsatganimda ID 017 reference 01 deb ID kod yozib qo'yganman. Bu yoqda biz ikkita tekst framedan foydalanamiz, text boxdan. Qo'yib qo'yamiz. Birinchisi o'sha maxsus prompt, buni ChatGPT orqali yoziladi. Oldin men buni xaritani tuzib olib, screenshot qilib, maqsadinglarni aytsanglar, maqsadinglarga ko'ra sizlarga prompt yozib beradi. Undan keyin oson ikkinchisi reference image qaysi ID da asosiy subyekt qaysi ID daligini kiritib qo'ysanglar, bitta generatsiya qilsanglar, aynan o'sha referensdan foydalanib sizlarni o'sha klient rasm bo'lishi mumkin, o'shani qayta generatsiya qilib beradi. Keyin bemalol dizaynda foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa bu yoqda yana bitta ko'rsatganman. Xuddi o'sha narsani o'zi, faqat bunda fotografiya stili o'zgargan. Bu o'sha text boxda asosiy vazifasi nima? Bu bitta narsani aytishim kerak edi. Text box qo'yganda bunga vazifa beriladi. Mana bu yerda yozganman. Sen o'sha kommersiy fotograflarni xo'p, supervizorsan. O'shanga e'tibor bergin deb bu yerga komanda kiritib qo'yganman. O'shaning uchun bu har safar aniqroq chiqadi. Balki bu qiyinroq ko'rinar, kimdir osonroq yo'l bilan
ishlatish mumkin, faqat bu kattaroq jarayonni tezlashtirishda juda ham yordam beradi. Masalan, klient uchun uzumga dizayn qilayotgan bo'lsanglar yoki umuman boshqa, masalan Instagram uchun karuselli dizayn qilayotgan bo'lsanglar, buni avtomatlashtirib qo'ysanglar, hozir keyingi anaqalarda ko'rsataman, avtomatlashtirib qo'ysanglar, bu juda ham katta yordam beradi. Xo'p, undan keyin bizada yana bitta anaqa bor. Bizada text boxdan tashqari biza assistent qo'shishimiz mumkin, ChatGPT qo'shishimiz mumkin. Bu qanaqa ishlaydi desanglar, bunga ham ChatGPT orqali, o'zimda bor ChatGPT orqali screenshot tashlab, anaqa maqsadimni tushuntirganman-da. Hop, prompt yozdirganman. Bu o'sha promptni generatsiya qilgandan keyin mana buni o'zini bossanglar bo'ldi. Mana buni ikkitasini ham analiz qiladi. Analiz qilgandan keyin o'zi alohida maxsus prompt yozib beradi. Mana ko'rsanglar, bu men yozgan prompt, bu o'zi yozgan maxsus prompt. Shuni orqasidan buni birdan bizga generatsiya qilib beradi. Xo'p, bu qachon yaxshi ishlaydi? Masalan, har safar xo'p, mana bunga o'xshab proyektorni o't o'radigan bilan almashtir deb yozib o'tirmaysizlar-da. Mana prompt kiritib qo'ysanglar, xohlagan mahsulot kiritganingizda o'zi mahsulotni ham, anaqani ham, fonni ham analiz qilib, birdan sizlarga tayyor prompt yozib generatsiya qilib beradi. Xo'p. O'zi asosiy ko'riladigan narsa mana shular edi. 1 2 3 4 ta anaqasi o'rtada assistent qo'shiladigan varianti bilan shunaqa usullarda generatsiya qilsa bo'ladi. Xo'p, buni o'rganish uncha qiyin emas, faqat salgina mantiqiy tarafni o'ylab qaralsa, jarayonni ketma-ket yaxshi tuzsa, bu jarayonni o'ta tez, dizayn jarayonini o'ta tezlikda bajarishga yordam beradi. Buni o'sha kanalda ham ko'rgansiz, namunalarni tashlaganimda. Endi bu holatga olib kelguncha, buni o'rganguncha menda mana bunaqa o'sha ko'p marta sinab ko'rganman. Xo'p, mana bunaqa natijalar ham bo'lgan. Bu yoqda ham aynan o'sha narsa. Keyin yana bitta zo'r tarafi, mana assistent bilan ishlash yaxshi tarafi, sizlarda bitta fon bor, lekin ikkita mahsulotinglar bor. Bitta fonni assistentga asosiy generatorga ulab qo'yasizlar. Undan yana bitta generator qilib qo'ysak, ikkinchi mahsulotimizni ham o'shanga qarab generatsiya qilib beradi. O'rtadagi assistent fonni qiladi, nima deydi? Analiz qiladi. Analizni ikkita generatorga jo'natadi. Mahsulotlarning rasmini o'sha generatorga bog'lab qo'ysanglar, bu sizlarga tayyor qilib, mahsulotni foydalanib generatsiya tayyorlab beradi. Xuddi shunaqa men bu yoqda ham. Faqat bu salgina muammo bo'lgan, men promptda, bu eski promptim edi. Xo'p, shunaqa qilib analiz qilib sizlarga fondan foydalanib qo'yib beradi. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin, Pinterestdan olingan rasm, o'zim ishxonada tushirgan rasm, o'shani shunga qarab to'g'rilab qilib bergan. Lekin bunda ham kamchiligi bor. Bu yoqdagi boltlarni bunga qo'shib yuborgan, ko'rsanglar. Xo'p, mana shaklni ham chiqarib bermagan. Assistentni bu yoqda faqat anuni o'ziga, nima deydi, referens o'ziga bog'laganim uchun men mahsulotimiz rasmiga bog'lamaganman, o'shaning uchun analiz qila olmagan mahsulotni. Agar bunga ham bog'lab beradigan bo'lsam, bu referensiya ham, mahsulotni ham analiz qilib, undan keyin bizga yakuniy natija uchun komanda berib, generatordan chiqarib beradi. Xo'p, undan keyin oxirgi dizaynlarimda foydalangan anaqalarni ko'rsataman. Qanaqa, nimaga qulayligini. Hozir bu ko'p ulanib ketgani uchun murakkab deb tuyulishi mumkin. Mana buni olib tashlasak bo'ladi bemalol. Sal kamaytirib ko'rsataman. Xo'p. Tashladik. Olib tashladik. Buni pastga surib qo'ydik. Mana guruh ichini ko'radigan bo'lsak, hop. Bu yoqda bizning promptimiz bor. Promptni ChatGPT o'zida yozdirganman. Qanaqa bo'ladi? Bu yoqda hammasini alohida generatsiya qilib ko'rgandan ko'ra, bu yoqda ko'rinib turadi, qanaqa vaziyat, qanaqa ketayotgani. Men mana buni Pinterestdan referens olganman, referensni generatorga berganman-da, ichiga ozroq anaqa yozganman. Bu yoqda qisqaroq bo'lgancha, faqat boshini olib tashlay deganman, bo'ldi. Olib tashlab bergan. Endi ustozning rasmini
keyin generatorga ulaganman, ikkita generatorga. Bu yoqda ikkita sidring bilan nano bananni ishlatgan, sidring ekan ikkalasi ham. Sidring ishlatganmanda, keyin jarayonni skrinshot qilib ChatGPTga tashlaganman, prompt yozib bergan so'ragan narsamni. Xo'p. Undan keyin text box qilib ikkita generatorga ulaganman. Bu bizga mana bunaqa ikkita yakuniy natijani chiqarib bergan. Ustoz rasmidan foydalanib. Endi bu yoqdagi narsa nima desanglar, bu yoqda image upscaler bu. Xo'p, agar 2K da 4K da qilgan ekan, yo 2K dan bilmayman. O'shandan keyin ham bitta upscale qilib yuborsanglar, ya'ni sifatini oshirsanglar, mishkan o'ng tarafini bosib, mana bunaqa text box yoki rasm generator, video generator, assistent и image upscaler, ya'ni hop rasmni sifatini oshiradigan. Hali men kamera angle, ya'ni kamerani hop kamera burchaklari bilan ishlab ko'rmadim hali. Ishlab ko'rganlarim hozircha shular. Hop, kanalda yozib ketyapman. Ham jarayon bor bu yoqda. Bu xatosi bor jarayon, bu to'g'rilangan. Hozir bizda FreePic nimagadir ishlamayapti, o'shaning uchun menimcha ishlasa ko'rsataman o'shani. Xo'p, ochamiz. Xullas ochmayapti nimagadir, FreePic hozir ishlamay qoldi. Ya'ni bu yoqda qanaqa? Bu jarayonni bitta tushuntirib o'taman, murakkab bo'lsa ham. Bu qachon yaxshi ishlaydi, qachon foydali bo'ladi bizga? Ayni bizda mahsulot bor, klient qo'lda ushlab tushirgan bo'lishi mumkin yoki telefonda tushirgan bo'lsa, buni professional fotostudiyada olingan rasmga aylantirishingiz mumkin. Qanaqa? Birinchi referens rasmimiz, o'sha mahsulot rasmi tagida qisqa qilib bu anaqa mahsulot kim uchun ozroq yozib qo'yasizlar. Shu adashib ketmaslik uchun. Bu yoqda ko'rsanglar, ikkita assistent qo'yganman. Bu assistent menga prompt yozishga yordam beradi. Birinchi assistentimiz nima? Marketing intentning assistent. Bu mana bergan informatsiya va rasmdan foydalanib qisqacha qilganda marketing tahlilini qilib beradi, bozor tahlilini qilib beradi. Undan keyin matnni, buni nomini ona prompt deyiladi. Ona promptga jo'natadi. Ona prompt mana shu rasm marketing analiziga qarab bizga 6 xil ssenariy yozib beradi. Menimcha 6 ta adashmasam, 6 xil ssenariy yozib beradi. 6 xil hozir tomog'im salgina anaqa bo'ldi, uzr. 6 xil ssenariy yozib beradi. 6 xil ssenariyni bu yoqda 6 xil bola assistentlar bor. Shunaqa bilmayman, shunaqa nomlaganman nimagadir. 6 xil bola assistentlar bor. Bularga alohida hop ID bilan prompt kiritilgan. Mana ID 02 dagi prompt olgin deganman. Ssenariy 01, ssenariy 02, ssenariy 03 qilib yozib bergan. Bola prompt har biri o'ziga kerak bo'lgan ssenariy promptini oladi. Buni generatorga ulab qo'yganman. Buni generator komanda beradi-da, o'sha prompt bo'yicha bizga videolarni chiqarib beradi. Rasmlarni generatsiya qilib beradi. Xo'p. Bu o'sha ko'rib turganingizdek, hamma ishni o'ta osonlashtiradi. Kerak faqat mahsulot rasmi va promptni berib, qisqa informatsiyani berib qo'ysak, marketing analist bizga analiz qilib beradi. Undan keyin ona promptga jo'natadi. Ona assistentga jo'natadi. Ona assistent prompt yozib beradi oltita. Keyin pastiga bola assistentlar ularni to'liq yozgan prompt ichidan o'ziga kerakligini ajratib olib, keyin uni rasm generatoriga jo'natadi. Rasm generatoriga jo'natgandan keyin mana bunaqa o'sha mahsulotda har xil ssenariyda yozilgan hop nima deydi, rasmlarni chiqarib beradi bizga. Endi orada kamchiliklar bo'ladi, buni qayta-qayta ko'rilaveradi. Ba'zi sun'iy intellekt bo'lgandan keyin bunda kamchilik bo'lishi aniq. Xo'p. Hozircha aytadiganim hammasi shunaqa. Endi buni batafsil o'rgatib bera olmayman. Masalan, men buni o'zim o'tirib analiz qilib ko'rib chiqish kerak. Hozir boshida o'zi jarayon qanaqa ketayotganini haqida tushunib olishinglar uchun qisqacharoq qilib bitta video tayyorladim. Xo'p, savolinglar bo'lsa, izohda yozib qo'ysanglar, batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, yaqinda yana bitta yangilik bor. Uni kanal o'zida e'lon qilaman. Bu o'sha dizaynerlar bilan mana shu aynan sun'iy intellekt ustida yig'ilib ishlaydigan proyekt. Kimgadir qiziq bo'lsa, olov bosib qo'ysanglar,
qancha odamga qiziqligini ko'rib, shunga qarab ko'proq o'shani ustida ishlab ko'ramiz. Salomat bo'linglar. Postga olov bosish chiqmasin.